Sen yolg'iz qolishdan qo'rqmaydigan ayol kishini sindira olmaysan. Seni yo'qotishdan qo'rqmaydigan ayol kishini sindira olmaysan. Mana shunaqa ayol kishini agar tarixiga qiziqadigan bo'lsang, u qachonlardir kimgadir ko'nglini bergan, juda ham ojiza, sodda, ishonuvchan qiz bo'lgan. Va aynan mana shunaqa og'riq uni bugungi darajaga kelishiga sababchi bo'lgan. Mana shunaqa og'riqlar ichidan yorib chiqib, ana endi u yolg'iz qolishdan qo'rqmaydigan, o'zligini topgan, o'zini ishini biladigan, o'zini hurmat qiladigan, kerak paytda yo'q deydigan, chegaralarini qo'ya oladigan ayol kishiga aylangan. Va eng katta ahmoqlik erkak tomonidan mana shunaqa ayol kishini sindirishga harakat qilish. Bitta narsani tushunish kerak, endi kech. Bu ayol kishiga bunaqa nomerlar endi o'tmaydi. U darsini olib bo'lgan, kerakli xulosalarni chiqarib bo'lgan. Shunaqa ekan, agar sen bunaqa ayol kishini qalbini zabt etmoqchi bo'lsang, faqat va faqat sog'lom munosabat taklif qilish orqali. Mayda-chuyda o'yinlar, manipulyatsiyalar bunaqa ayollarga o'tmaydi. Chunki bunaqa ayollar bir marta bu xatoni qildi, boshqa bunaqa xatoni qilmaslikka o'ziga va'da bergan bo'ladi. O'shaning uchun ham ular yolg'iz qolishdan qo'rqmaydi.